Ishtaro sotib olmoq fe'lidan sotib oldi degani. Bugun fe'llar bilan tanishib chiqamiz, hurmatli o'quvchilar. Ishtari sotib olmoq fe'li sotib oladi, sotib olyapti o'tgan zamonda. Ishtari sotib ol, shuni sotib ol deymiz-ku. Ishtaro un sotib olmoq, sotib oluvchi, sotib olish degan ma'noni bildiradi. Endi ba'a sotmoq fe'lidan sotdi. Bu sotmoq. Nargin sotib oldi edi, bu sotmoq. Yabi'u sotib oladi, sotadi, sotyapti. Yabi'u sotadi, sotyapti, shuni sotadi. Bi' sot, shuni menga sot deymiz-ku. Mana shu ma'noda ishlatiladi. Bay'un sotib olmoq kerak, sotib olish kerak, sotuvchi kerak. Shu narsani sotuvchi inson kerak deymiz-ku. Mana shu. Ya'ni magazindagi sotuvchiga nisbatan ishlatilmaydi bu yana. Ro'a ko'rmoq fe'lidan ko'rdi degani. Yara'u ko'radi, ko'ryapti. Ra ko'r. Ya'ni ko'r shuni deb buyruq beramiz-ku, o'sha. Bu ko'z ojizga nisbatan emas, ko'z ojizga nisbatan ishlatilmaydi. Ru'yatun ko'rmoq, ko'ruvchi degan ma'noni bildiradi. Ya'ni ko'ruvchi inson, ko'rish kerak, ko'rmoq kerak shu narsani deymiz-ku. Ana shu ma'nolarda ishlatiladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.